Assalomu alaykum, Your English Teacher kanali obunachilari. I'm Ahmad Yunusov, Your English Teacher. Hurmatlilar, abituriyent gazetasini testlari chiqqan. Mana shu testlarda juda ham ajoyib grammatikalarni, butun bir grammatikani qoplab olishga harakat qilgan bu testlar to'plamini birinchi, ikkinchi, uchinchilarini ko'rib chiqqanmiz. Ana endi sizlar bilan biz bugundan boshlab ana shu abituriyent gazetalarning testlar to'plami 4-qismini tahlilini boshlaymiz. Men sizlarga demak birinchi variantni ishlab chiqishga bergan edim va mana shu birinchi variantlarimizni agar ishlab tugatgan bo'lsalaring, demak keyin ularni birgalikda tahlilni qilib qo'ysak. Buning uchun eng avvalo demak bizda ana shu testlarimizga o'tib olaman, hurmatlilar. Testlarimizga o'tib olaman. Undan avvalo birinchi o'rinda demak ovozlar qanday borayotgani haqida ma'lumot berib qo'yiladi. Agar ovoz yaxshi borayotgan bo'lsa, tahlilni boshlash mumkin bo'ladi. Agar birorta odam agar chat roomga kirib iloji bo'lsa, mana shu ovozni qanday borayotganligini aytib qo'yinglar, ma'lumot berib qo'yinglar. Agar ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, tahlilni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Qarab qaraman. Ovoz yaxshi bo'lyaptimi, hurmatlilar? Darsni oldindan e'lon qilib bera olmaganim uchun ming bor uzr. Ovoz haqida ma'lumot berib oladiganlar bormi? Birorta odam bo'lsa aytib yuborsalaring. Undan keyin demak boshlashimiz mumkin bo'ladi. Ovoz haqida menimcha hech qanday e'tirozlar bo'lmadi. Shuning uchun demak tahlilni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Okey, demak boshladik. Birinchi testimiz demak tekstga testlarimizda birinchi testimiz demak predloglarga berilgan ekan va mana shu predloglar sizlar dars tayyorlashdan avval bir qator qarab demak aynan qayerdan olinganligini ko'rsatish maqsadida demak tayyorlab qo'yganman. Mana shu joyda demak Murphy'da 124-yunitda in at on predloglarini o'rin joyga ishlatish holatlarida demak aynan in a line, in a row, in a queue bo'lib, misol uchun chiziqda, qatorda, navbatda, rasmda, suratda, gazetada yoki jurnalda yoki bo'lmasa kitobda degan holatda in predlog bilan keladigan ajoyib qoidalar o'rgatgan. Menimcha bular hammalar o'rganib chiqqan bo'lsalar keladi. Undan tashqari o'ngda, chapda degan so'zlar, birinchi etajda, ikkinchi etajda kabi so'zlar on predlog bilan xaritada, menyuda, ro'yxatda, betda qanaqadir yoki veb-saytda degan so'zlar on predlog bilan kelish haqida ma'lumot berib ketgan. Bundan tashqari qiziqarli ma'lumot shundaki, mana shu joyga e'tibor qaratishdan so'rardim sizlardan. Agar misol uchun mana bizda Temza daryosini bilasizlar. Temza daryosini inglizda o'rganayotgan odam hammasi biladi. Ana shu Temza daryosini ikki qirg'og'ida joylashgan. London Temza daryosining ikki qirg'og'ida joylashgan. Tushunasizlar? Mana shu birorta daryoni ikki qirg'og'ida joylashganligini ko'rsatish uchun birorta joyni on predlogi bilan beriladi. Misol uchun when is on the river Danube degan so'z ketyapti. Danube degan so'z ketyapti. Aynan Danube daryosi haqida gap ketyapti. Aynan Vena Danube daryosining ikkala qirg'og'ida joylashgan degan gapni aytmoqchi bo'lsangiz on bilan ishlatiladi. Misol uchun London is situated on the Thames. Mana shu joyda nima demoqchiman? London Temza daryosini har ikkala qirg'og'ida joylashgan degan ma'no yotadi. Mana shu narsani ko'ringlar. Mana bu yerda rasmdan beryapti. Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmayman. Mana shu joyda rasmda demak rasmda mana bu daryoni mana shunday holatda demak ana shu shaharni kesib o'tib ketgan. Mana daryoni ikkala qirg'og'ida, mana bitta birinchi qirg'oq deydigan bo'lsak, bir qismi shaharni bir qismi bitta qirg'og'ida, shaharni ikkinchi qismi esa ikkinchi qirg'og'ida joylashgan. Va mana shu joyda sizlarga at the top of degan so'zni o'rgatayotgan paytda mana shu qiziqarli ma'lumotni ham berib ketkim kelyapti. Demak, mana shu joyda bemalol ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, daryoni ikkala qirg'og'ida joylashgan degan gapimiz ana shu on plus daryo. Tushunarli? Mana shu joyda berib ketgan mana bu ma'lumotimiz mana shu hot ketyapti. Demak, bu ma'lumotni sizlarga demak tashlab qo'ygan bo'lardim, hurmatli. Mana shuni bemalol ko'rib, demak nima haqida gap ketganligini ko'rishlar mumkin bo'ladi. Okay? Bitta daryoni ikkala qirg'og'ida joylashgan shaharni xuddi shunday holatda berishi mumkin bo'ladi. Rahmat katta Alimjonimdan va Mohidil ovozni yaxshi ekanini aytib qo'yganliklaring uchun. Demak, davom etyapmiz. Tushunarli bo'ldi va keyingisi ma'lumotimiz bizga mana bu joyda ketgan ma'lumotimiz uchun qiziqarli. Biror narsani yuqorisida degan so'zni
aytayotgandek quyisidek, oxirisi degan aytayotgan joyda, aynan 124-unitda, keling 124-unitni shundoqcha tashlab qo'yinglar va mana shu unitda demak sizlar yana demak qiziqarli ma'lumotni shu yerdan bir qator ko'rib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Nimani nazardan qochirgan bo'lsalaring, aynan mana shu joyda demak at the top of'ni ham xuddi shu joyda berib o'tib ketgan at the top of. Shu sababli bu testimizning javobi at the top of the Italian league holatda ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Okay? Keyingi testimiz. Demak, keyingi testimiz nima? Rossiyam chalg'ituvchi test, ikkinchi testimiz hurmatlar. Chalg'ituvchi, agar ingliz tilini birozgina yaxshi bilgan odam bu testga chalg'ishi mumkin bo'ladi. Ingliz tili grammatikasini yaxshi bilgan odam qanday chalg'iydi? Bir qator qarab qo'yapman. Haqiqatan chalg'ishdimikin degan ma'noda 25% odam A javobni olib adashgan va ular to'g'ri adashishgan. Qarang, adashdi ham to'g'risi bo'lar ekanmi? To'g'ri adashgan degan joyim qaranglar. Demak, bu joyda nima? Mana bu yerda demak ikkita narsa turibdi. In prelogi va mana bu yerda cars, noun turibdi. Endi Grammavey 4 kitobida, umuman ingliz tili grammatikasi shunaqa qoida borki, prelogdan keyin ing degan qoida bor. Prelogdan keyin ing, ya'ni gerundi kelishligi, ya'ni stealing degan javobni olib ketish, shoshilib qolmanglar. Bu joyda in stealing cars degan so'zimizda mashina o'g'irlashda bo'lib qoladi. Bu joyda aytayaptiki, bir qator yoshlar demak ana shu mashinada aylangan chiqdi, o'g'irlangan mashinada. Tushunasizmi? O'g'irlangan degan so'zimiz kerak bo'ladiki, stolen cars. Va mana bu joyda menimcha sizlarning ustozlaringiz ham o'rgatgan bo'lsa, aynan a broken cup, a broken pen qoidasi, ya'ni misol uchun fe'llarning verb 3 shakliga o'tkazib otni oldida ishlatilishi, demak majhul nisbatdagi sifatdoshni beradi. Misol uchun bitta aytayotganimizdek, mana broken, broken, stolen, eaten, yeyilgan degan so'zga aytishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday holatda stolen cars holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Okay? Next. Uchinchisi, mana bu yerda drug test, bitta narsani ko'rib o'tib ketishlaring kerak bo'ladi bu joyda, hurmatli qaranglar. Bu joyda birinchi o'rinda bunday javoblarga qarab turib qaysi mavzu degan narsani ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Qaysi mavzu bu? Bu demak o'z-o'zidan take questions mavzusi. Take question mavzusi nima edi? Agar gap bizda plusda berilgan bo'lsa, gap plus bo'lsa, take question minus bo'ladi. Buni hamma biladi. Agar gap minusda bo'lsa, gap take question plusda chiqadigan, teskari matematikasiga yuradigan holat bo'ladi. Endi bu joyda demak 3-testimizga qarab qo'yapman. Juda ham ko'pchilik adashgan. 23% odam A javob olgan, 23% odam B javob olgan, 12% odam C javob ham olgan. Faqatgina bu joyda meni o'ylantirgan narsa, bu testni o'ylab ishlashganmikin degan fikr ham meni o'ylantiryapti. Hurmatli ishlaganlar bo'lsa, bu joyga e'tiborli bo'linglar. Birinchisi, gapda demak mana bu joyda qarang, drug test taken 24 hours after the crash showed degan so'zimiz turibdi. Bu joyda to be'ni nima uchun olganliklarini, demak 23% odam B javobni va 12% odam uchun C javob olganlik sababini tushunmadim. Mana bu joyda demak bizda to be yo'q gapda. To be yo'q bo'lgan gapdan to be chiqara olmaymiz. Chunki mana bu yerda to be'ni chiqarish uchun to be bo'lish kerak bo'ladi. Demak bizda o'z-o'zidan showed ichidan did they chiqyapti va o'zidan didn't they chiqyapti. O'sha paytda abituriyent gazetasi demak o'zlarining testlarini murakkabligi bilan ancha-muncha odamni ishlashdan qochirgan va mazasini qochirib qo'ygan. Shunday hurmatlar, nima bo'lyapti qaylar? Gapni gapga inkor so'zlarni ta'siri va ta'siri bo'lmasligi degan qoida bor. Mana bu joyda kelayotgan no'ga qarab turib, agar siz gapni inkor deb qarab turib bu joyga plus olib ketgan odamlar qatorida A javob olgan bo'lsangiz, bu joyda adashasiz hurmatlar. Chunki mana bu no'da haqiqatan mana bu gapga inkorligi ta'sir qilyaptimi degan ma'no bo'ladigan bo'lsa, unda fe'lni inkorga aylantirib ko'ring-da va gapni o'qib ko'ring-da. Misol qarang. Drug test taken 24 hours after the crash, ya'ni avariyadan keyin 24 soatdan keyin olingan. Demak, misolchanligi qondagi, nima deydi, narkotik yoki bo'lmasa mana shunaqangi demak test, demak showed no trace of illegal substance, ya'ni qonda ikkala haydovchini ham qonida hech qanday noqonuniy moddalar yo'qligini ko'rsatdi degan gap ketyapti. Didn't show trace degan so'z oladigan bo'lsa, gapda mana chiqmay qoladi. Showed ko'rsatdi haqiqatan. Didn't show bo'lsa ko'rsatmadi bo'lib qoladi-da. Shu sababli mana bu joydagi no
bu gapimizdagi fe'lga ta'sir qilmaganligi sababli bu gapni biz mana bu aynan showtgacha bo'lgan joyini olib turib plus deb qarab olamizda va bu gapdan minus chiqaramiz. Va shu sababli to'g'ri javobimiz hurmatlar D javob bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Okay? Ovoz yaxshi bo'lyapti hammaga. Davom etyapman. He can really hold his drink. He can really o'zi yana qaytadan o'zim esimdan chiqib qoladi ba'zida hurmatlar. Bitta qarab olamiz. Qaysi mavzu? Demak, qaysi mavzu? Demak, bitta bizda to infinitive qo'yilish orqasidan infinitive ham so'rab kelishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bu joyda fe'l turibdi va mana bu joyda demak fe'l turibdi, zamon turibdi va mana bu yerda ham zamon turibdi deb qarashimiz va bizni adashtirishi mumkin bo'lgan holat bor. Demak, 4-testga demak juda ham ko'pchilik to'g'ri javob olgan. Bundan xursandman. Demak, o'z-o'zidan sizlarda demak see somebody do doing qoidasini yaxshi bilar ekansizlar. See somebody do yoki doing qoidasidagi mana bu do infinitive without to deyiladi va shu sababli mana bu yerda kelayotgan drinkni present simple deb qarab olmaslik kerak bo'ladi. Sizda mana bu yerda drinks deb berib, mana bu yerda has drunk deb berib turib, mana bu joydagi drinkni ataylabdan present simple deb o'ylasin deb adashtirishga harakat qilyapti, lekin bu qopqonga tushib qolmasligimiz kerak bo'ladi va to'g'ri javob sifatida haqiqatan C javobni ko'pchilik ko'ra olgan va ola olgan. Demak, bundan juda ham xursandman. 61% odamimiz C javobni olganligiga. Demak, hurmatli, agar A javob, B javob va D javobdan 13% dan olganlar, hurmatli, e'tibor beringlar bu joyda. Demak, mana bu joyda kelayotgan drink bu infinitive without to deyiladi. Ya'ni to'siz infinitive deyiladi. Bu joyda kelayotgan drink present simple emas. Shaklan present simple ga juda ham o'xshab ketishiga qaramasdan. Okay? Keyingisi. 5-testimizda demak olmoshlar so'rab kelyapti. A little much, little few haqida gap ketyapti. Demak, bu joyda birinchi o'rinda mana bu qoidaga e'tibor qaratinglar. Agar much, many, little few ni so'rab kelayotgan test bo'ladigan bo'lsa, unda otni sanaladigan, sanalmaydigan ot ekanligiga e'tibor qaratinglar. Agar mana shu yerda kelayotgan sanalmaydigan ot bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan many bilan few demak javoblar qatoridan chiqib ketadi. Chunki few kam degan ma'noni anglatayotgan bo'lishiga qaramasdan, undan keyin kelayotgan otimiz hurmatlilar pluralda bo'lishi shart. Pluralda bo'lishi, fewdan keyin kelayotgan otimiz pluralda bo'lishi shart. Fewdan keyin hech qachon singular yoki uncountable kelmaydi. Shu sababli birinchi o'rinda D javob chiqib ketadi. Va xo'sh, nima qolyapti? Ana endi bizda a little much va mana shu joyda demak meni o'quvchilarim qatorida Mirzohid degan o'quvchim bo'lardi. Ana shu Mirzohid bilan bo'lgan bitta ajoyib voqeani aytib beray sizlarga. Ana shu Mirzohid bilan qanday voqea bo'lgan desangiz, men ana shu joyda aytganmanki, a little bilan muchni bir-biriga tenglashtirib olinglar. A few bilan many ni bir-biriga tenglashtirib olinglar. Ba'zi bir grammatik qoidalarga shunaqangi chalg'ituvchi holatda professional darajada tuziluvchi test bo'lmaydigan bo'lsa, a little bilan muchni ma'nosi bir-biriga yaqin. A little yetarli darajada degan ma'noni anglatadi, much ko'p degan ma'noni anglatadi, lekin ikkalasi ham demak yetarli degan ma'noni ko'rsatadi. Shuning uchun agar ma'noga ishingiz qolib ketib qolgan bo'lsa, ma'no bo'yicha a little bilan muchni bir-biriga tenglashtirib, ikkalasini ham javobdan chiqarib olishlaring mumkin degan qoidani aytganman. Nimaga endi Mirzohid esladik desang degan joylaringga, Mirzohid yo domla a little bunaqa bo'lmaydi deganda, mana shu joyda keling, Mirzohid shu joyda eksperiment o'tkazamiz, tajriba o'tkazamiz siz bilan. Ana shu a little bilan muchni a few bilan many ni bir-biriga tenglashtirib olamizda, javoblar qatorida o'rganib chiqamiz. Qachonki javobda misol many bo'lib turgan holatda a few javob bo'larmikin yoki a few turgan joyda many javob bo'larmikin, shuni birgalikda keling nimadan tajribadan o'tkazamiz degan joyimizda va ana shu ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin domla haqiqatan ham bular bir-biriga haqiqatan ma'no jihatdan teng ekan. Lekin misol uchun bizda shuna holat bo'ladiki, misol mana many bilan few'ni a few'ni raqobatga qo'yib qo'ygan joyda meni javob bo'lmaydimi siz? Bo'ladi hurmatli. Agar misol mana so'dan keyin kelayotgan holatda so'dan keyin many, little, much, few ishlatiladi. A little bilan a few so'dan keyin ishlatilmaydi. Shu joyiga agar mana shunaqangi so degan so'z qo'yilganiga qarab turib, so degan so'zga qarab turib biz a few bilan many raqobatga kirish bo'lsa, faqat ikkala javob qolib ketib qolgan holat bo'lsa, so a few bo'lmaydi. Shu sababli so'dan keyin a few ni chiqarib olib, many javob bo'lib ketib qolishi mumkin bo'lgan holatlar bor.
Lekin mana bunday holatda raqobatga kirishmasdan faqat ma'no bo'yicha raqobatga kirishib qoladigan bo'lsa, many bilan fu ni ikkalasini bir-biriga tenglashtirishimiz mumkin bo'ladi, hurmatlar. Va shu sababli mana bu joyda so a little ololmayman. So little bilan endi lekin mana bu joyda bitta ma'noga ham qarab qo'yaman, albatta. Soch ko'pincha tarjima qilmasdan tezishlayman, bilasizlar. Bu joyda mana bu yerdagi shriveled degan so'z bilan died degan so'zga e'tibor qaratdilar va bu joyda hosil qurib ketdi va o'ldi degan so'z. Qurish nimada desak, yomg'irning ko'pligidanmi, kamligidanmi? Albatta kamligidan. Shu sababli mana bu joyda little javob bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, hurmatlar. Okay? Next. Demak, 6-testimiz ko'pchilik tomonidan 6-testimizni ham qarab qo'yaman. Ko'pchilik tomonidan to'g'rilangan. Lekin aynan 6-testimizda demak bizda alohida so'rov ham ketganki, shu joyda javob noto'g'ri ketib qolmadimi? 6-testimiz ko'pchilik tomonidan noto'g'ri ishlangan. Aynan 29% odamimiz A javob olgan, 46% odam B javob olgan. Chunki aynan mana bu joydagi it isdagi izga qaraganmiz va shidanki mana bu joyga demak qaysi javobni demak qaysi fe'llar edi? Demak bu joyda understand fe'li ekan. Understand fe'lini understand qilib qo'yib ketgan. Hurmatlilar, bu joyda aytishim kerak bo'lgan narsa, menga demak kerak bo'ladi, endi kitobim kerak bo'ladi. Hurmatlar, bu joyda ikkita narsani sizlarga tavsiya qilishim mumkin bo'ladi, agar kuzatayotganlar bo'lsa. G'apporov kitobining 18-betida 8-qoida bor. G'apporov kitobining 18-betida 8-qoida bor. Mana shu 8-qoidadan 11-qoidagacha bo'lgan joyi, 8-qoidadan 11-qoidagacha bo'lgan joyi subjunctive mood degan qoida hisoblanadi. Demak, men yozib qo'yaman. Demak, subjunctive mood. Subjunctive mood degan mavzu, hurmatlar. Mana shu mavzu demak attestatsiyada ishlamoqchi bo'lganlarga ham eng ko'p keladigan mavzudan bittasi va mana shu mavzuda 8-qoidadan 11-qoidagacha bo'lgan joy nima bu? Qaranglar, tezkor tushuntiraman. Subjunctive mood bu ma'lum bir sifat, e'tibor beringlar, sifat, ma'lum bir fe'l, ma'lum bir otlardan keyin z ishlatilib, undan keyin keladigan subject should do yoki do, ya'ni bitta kelayotgan do zamonga, shaxsga bo'ysunmaydigan v1 shaklini qabul qiladi. Tushunasizlarmi? It is important degan so'zimiz birinchi o'rinda turganini ko'rish mumkin bo'ladi. Subjunctive mood mavzusini mana bu joyga sizlarga demak aynan shu 8-qoida va 8-qoidamiz ketgan, bitta 8-qoida, 9-qoida va mana bu joyda demak aynan 11-qoidagacha bo'lgan joy o'qish kerak bo'ladi. Aynan 8-11-qoidalargacha o'qishlar kerak bo'ladi, hurmatlar. Mana shu qoidalarni o'qib o'rganib qo'yinglar va 8-11-qoidalargacha o'qib o'rganib qo'yamiz. 8-11-qoidalar, 8-11-qoidalar biz uchun juda ham ahamiyatli. 8-11-qoidalar. Demak, bu nima deb aytdim? Subjunctive moodni demak o'rganib qo'yishlar kerak bo'ladi. Va mana bu joyda demak bitta kommentni o'qib qo'yaman. Demak bu Murphy kitobi, hurmatlar. Mana shunga kim yozgan bo'lsa, mana bu joyda demak 8-11-qoidalar. Bundan tashqari Murphy kitobini should 2 degan mavzusi bor. Should 2 degan mavzuni ham albatta o'qib qo'yinglar. Should 2 mavzusi unitini bitta ko'rib olaman. Should 2 degan mavzumiz bor. Should 2 mavzuni 34-unit ekan. Demak bizda o'z-o'zidan bu 68-betga to'g'ri keladi. Va mana should 2 degan mavzuni ham albatta o'qib qo'yinglar. Va demak should 2 mavzusi, should 2 unit should 2 degan narsamiz ketadi. Demak unit 34, demak should 2 mavzusini o'qib qo'yish kerak bo'ladi. Va mana shunda ham demak subjunctive moodni yaxshiroq tushunish uchun. Domla ikkala kitobni ham o'qiganman, ko'rganman, lekin baribir ham menga talantim juda ham yuqori darajadagi odamman, men baribir tushunmay qo'raman degan holatlaringdagi odamlar bo'lsa, agar ichlaringda, hurmatlar, ikkala kitobni ham birlashtirib, men o'zimni konspektimda, mana buni olamiz.
ikkala kitobni ham demak bu yerda aynan meni o'zim yozgan mavzular to'plamim, o'quvchi yaxshi anaqada 2017-yilda yozilgan mavzular to'plami. Mana shu mavzular to'plamidan demak sizlarga tavsiya qilaman. Demak shu ikki mavzusini bu qator ko'rib qo'yishadi. Chunki men aynan sizlarga aytganimdek, demak bizda G'apor kitobini 8-chi, 10-chi, 11-chi qoidalari va shu ikki mavzusini birlashtirib turib, ikkala mavzuni birlashtirgandan keyin undan keyin demak men aynan subjunctive mood degan mavzuni yuzaga keltirganman. Aynan bu qaysi betlarda ekanligi ancha esimdan chiqqan. Shu sababli bir ozgina uzr so'rayman. Demak shu ikki mavzusi demak odatda qarab olaman. Subjunctive mood degan mavzu beradi. Odatda sifatdan keyin berardim buni. Sifatdan keyin yoki bo'lmasam infinitive geruntdan keyin berardim. Chunki infinitive geruntdan keyin infinitive without to, ya'ni ber infinitivni tushunish kerak bo'ladi-da, o'sha joyiga berib qo'ygan joyim bor, hurmatli. Mana shu subjunctive mood mavzusini topolmadim bu subjunctive mood mavzusini. Oxirgi muddat yozilganmi? Bitta qarab qo'yay. Oxirgi muddat yozilganmi desam, sizlarga o'zim konspektini tashib bermoqchi edim, shunga ming bor uzr. Hozir tezkorlik bilan ham qarab olmasam bo'lmaydi. Anchadan beri konspektni ochmaganimga. Odatda infinitiv geruntlardan keyin berardim bu narsani. Mana. Subjunctive mood mavzusi, subjunctive mood mavzusi. Buni subjective mood deb yozib qo'ygan va shu narsani to'g'rilab qarasa subjective mood emas. Subjunctive o'quvchi yozgan bu konspektni. Mana shu joyga demak subjunctive mood qilib nimagadir olmadim, mayli. Demak mana shu yerda o'zini olaveraman. Demak subjunctive mood mavzusi. Hurmatlilar, bu demak agar dars yaxshi ketayotgan bo'lsa, orada tashlayotgan narsalarimga ham smileylar bosib, bu narsalar qilib turinglar. O'zim bo'lsam zerikib qolaman-da, o'zimnikiman deb o'ylab qolaman-da. Demak, mana shu mavzuda ikkala mavzuni birlashtirib turib, o'zim konspekt qilganman, hurmatlar. Mana shu konspektni bir qator o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladiki va mana shunda sizda bemalol fikr paydo bo'ladi, subjunctive nima ekan degan narsada. Va bu narsa, demak yana qaytaraman, hurmatlar. Bu narsa demak men aynan ma'lum bir sifatdan keyin signal so'z asosan z hisoblanadi, hurmatlar. Signal so'z z hisoblanadi va mana shu sifatdan keyin mana bu joyda demak du shakli yoki shuddu degan shakl ishlatiladi. Va bundan tashqari yana ilhom kelib ketib qoldi sizlarga. Nima berishim kerak bo'ladi desa, mana shu joyda demak biror men kompyuterimda nimalar borligini ko'rib olasizlar, bir yo'la. Demak, mana bu joyda Testmaster kitobida demak important degan so'z yozsa mencha chiqib bersa kerak. Important z deb yozsak, mana qaranglar, mana shu joyda demak sizlarga tavsiya qilishim mumkin bo'ladigan joy nimasi? Testmaster kitobini 79-betida aynan subjunctive mood mavzusi in qurib olgan joy bor, hurmatlar. Va mana shu mavzuni o'rganish uchun shu testlarni ko'rib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu testlarni ko'rib qo'yadigan bo'lsalaring, o'shanda demak ko'rish mumkin bo'ladi. Va mana shu joyda ham mana aynan 7-testda ham ko'rish mumkin bo'ladi. Mana it is important that you degandan keyin inkordagi not be degan shaklda qanday qilib olishlarini ko'rish mumkin bo'ladigan ajoyib testlar bergan. Iloji boricha shuni testlab qator ko'ringlar va agar subjunctive mood mavzusi sizda ham muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta buni bir qator ko'rib qo'yishlaring kerak bo'lgan mavzu va testlar va manbalar tashlab berdim. Endi birozgina ishlashlarning kerak bo'ladi. Mana shular o'qib chiqqandan keyin domla mana bu joyda mana qilib qo'ygan ekansiz, mana qilib qo'ygan ekansiz, nima degansiz deb menga yozsalaring, albatta bularni tushuntirib, izohlab beraman, hurmatlar. Tushunarli bo'ldi? Oddiygina mana bu yerda bizda chiqqan bir donagina it is important z degan mana shu subjunctive mood uchun berilgan testdan sizlarga bir dunyo manbalarni o'rganishga, o'qishga narsalar berib qo'ydim. Aynan bu joydagi kelayotgan understand, hurmatlilar, bu present simple emas. Bu be infinitive, ya'ni infinitive without to deyiladi. Infinitive without to. U shaxs va zamonga bo'ysunmaydi.
Okay? Keyingisi. Keyingisi demek bizda 7-testimizga qarayapmiz. Birinchi o'rinda e'tibor beringlar. Ajoyib tushgan testimiz. Mana shunday testlar sizlarga yo'llaydan chiqib qoladi. Bunday testlar kelayotgan bo'lsa nima qilish kerak bo'ladi? Ya'ni bittasida ot beradi, bittasida sifat beradi, bittasida ravish beradi, bittasida verb beradi yoki ikkitasida noun beradi, shunga o'xshagan narsalar keladi. Bu attestatsiya imtihonlarida juda ham faol bo'lgan, juda ham ko'p tushgan testlardan biri hisoblanadi. Shunda nima qilamiz deganda, albatta birinchi o'rinda mana bu nuqtaga nima kerakligini ko'rib olamiz. Nima kerak bu joyga? Nima kerak bu joyga? Bu joyga apostol s bo'lganligi uchun bu joyga hurmatlilar nima? Men chiroyli qilib yozib qo'yapman. Bu joyga noun kerak. Ot kerak menga deydi-yu. Hali yor kerak menga deganga o'xshab. Demak, apostol s'dan ki bu joyga nima kerak? Noun kerak. Xo'sh, endi tasavvur qilaylik nimani? Tasavvur qilamizki, mana bu joyda demak siz mana bu joyda bu so'zlarni tarjimasini bilmaysiz. Tushunasiz? Bu so'zlar tarjimasini bilmaysiz deb qaraylikda va mana shu joydagi bilmaganligingiz orqasidan demak qaysi nima olamanikin bu yerga, lekin bu yerga noun kerakligini bilib oldik. Apostol s'dan noun kerak. Birinchi o'rinda hurmatlar ly qo'shimchasiga e'tibor qaratasizlar. Chunki nounni ham, verbni ham, adjektivni ham so'z yasovchi qo'shimchalari bir dunyo qilib berib qo'yilgan. Rosa ko'p. Lekin ravishniki juda ham kam. O'zi shundoq turishda ravish bo'lib keladigan so'zlar o'zi ko'p bo'ladi. Undan tashqari ravish asosan sifatdan yasaladi va sifatdan yasalish esa ly qo'shimchasini yasaladi. Shuning uchun ly qo'shimchaligi, demak bizda nima bo'ladi hurmatlar? Ly qo'shimchaligi hurmatlar bu adverb bo'ladi. Demak ly qo'shimchaligi bizda nima bo'ladi? Bu bizda adverb bo'ladi. Endi ly qo'shimchaligi adverb bo'lgandan keyin nima qilamiz? Demak ravishni topib oldik. Ravish topilgan. Endi ly qo'shimchasini olib tashlasangiz, mana bu yerda ly qo'shimchasini, ly qo'shimchasini olib tashlaydigan bo'lsak, xayolan va tagida qolayotgan so'z sifat bo'ladi. Demak, sifat mana cient degan so'zimiz ketyapmi? C I E N T. Demak, mana bu yerdagi mana bu so'zni mana bu qo'shimchaga qarayapmiz. Demak, bizda bu nima ekan? Bu sifat ekan. Demak, bizga sifat bilan ravishni tarjimasini bilmasak ham buni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu joyda efficiency degan so'z turibdi. Mana bu yerda inkor qo'shimcha turibdi. Bizda nima? Inkor qo'shimcha. Inkor qo'shimcha bo'lganligi uchun mana bu ijobiy so'zimizni inkorga aylantirib qo'yadi. Endi mana bu joyga bizga ijobiy so'z kerakmi? Salbiy so'z kerakmi? Bu yerda ham aytib qo'yay. Aynan nt bilan tugaydigan so'zlarimizni cy ga aylantirsak noun bo'lib qoladi. Shu qoidani o'rganib keting. Demak, oxirida demak nt bilan mesela important degan bo'lsa importance bo'lib qoladi ba'zida. Demak, mana shunga efficient degan so'zlar efficiency bo'lib qoladi. Mana shu so'zlarimiz cy qo'shimchali so'zlarimiz bu noun hisoblanadi. Because of our lawyers efficiency yoki inefficiency we had to wait. Biz kutishga majbur bo'ldik. Bu bizda salbiy ma'noli so'z bo'lganligi sababli ijobiy ma'noni ko'rsatuvchi mana bu so'zdan voz kechamanda salbiy ma'no ko'rsatayotgan mana bu javobimiz qolyapti. Va to'g'ri javob D javob bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Okay? Yaxshi, 8-savol. Demak, 8-savolga o'tib olaman. Kim qanday ishlaganini ko'rishim uchun. Juda ham maydalash tushuntirib o'rayotgan bo'lsam, domlam juda maydalanib ketib qolyapti. Dadil-dadil tez tushuntiring desa, shuncha javoblarga bir qator qarab turibman. Lekin 62 ga nimagadir demak bizda S javob olishibdi ekan. Demak, mana shu joyda S javob olgan joyda 8-testimizda demak anchagina izohlashga kerak bo'lgan joy bor degan narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi 8-testimizda muammo nimada? 8-testimizda muammoli so'z turibdi. Ko'l so'zi turibdi. Ko'l so'zi demak ingliz tili grammatikasida muammoli qoidalardan bittasiga. Misol uchun, G'appor kitobida eng qiziq taraf shundaki, demak juda ham kam manbalarda inglizlarda o'zlari tomonidan chiqarilgan manbalarda lek so'zi qoidalari demak ko'llar guruhini ko'rsatayotganda z artikl bilan keladi degan qoida berib o'tib ketgan, lekin ko'llarga juda ham batafsil nima qilmagan? Batafsil qoida bermagan. Lekin G'appor kitobi va ruslar tomonidan chiqarilgan Kachalva kitoblarida
lek haqida alohida qoida bergan. Va bu qoida nima deydigan bo'lsak, demak, mana bu yerda ko'rish mumkin, Lake Baikal mana artiklsi kelayotganligini. Va mana bu joyda qarang, mana aytayaptiki, mana bu joyda agar ko'l nomi oldida degani orqasida degani ashuni kirib ketaveradi. Ko'llar nomi aniq artiklni ishlatiladi. Mana The Baikal, The Ontario, The Liman degan qoida ketyapti. Agar ko'l nomi oldida yoki orqasida, orqasida demagan, lekin shu ham kirib ketadi. Lek so'zi birgalikda keladigan bo'lsa, artikl ishlatilmaydigan qoida bor. Va bundan tashqari bu yerda bermabdi ekan, ko'llar guruhi. So Three Lakes degan, The Three Lakes degan so'z, The Great Lakes bor. Ko'llar guruhi bilan keladigan bo'lsa ham the artikl oladigan qoida bor. Va mana shu demak, qoidani men sizlarga taqdim qilaman, hurmatlilar, va buni olib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Aynan ko'llar nomi bilan artiklni ishlatish qoidasi ketadi. Va shundan ko'ra, demak, bizda mana bu joyda artikl ishlatilmaydi. Nimagadir ko'pchilik demak buni the artikl olamiz deb qo'ygan, chunki baliq so'ziga sanalmaydigan ot sifatida artikl qo'ymayman degan. Lekin bu joyda demak, e'tibor beringlar, ko'l baliq so'zini oldiga the artikl olinadi. Chunki bu joyda aytilayotgan narsa agar tinglovchiga ham so'zlovchiga ham ma'lum bo'lgan ot haqida gap ketayotgan bo'lsa, bu ot aniq artiklni ishlatiladigan qoida bor. Endi qaylar? Anondagi ko'li hozir juda ham ifloslanib ketgan va baliqlarni yeb bo'lmaydigan holatga tushgan deganda, qaysi baliqni yeb bo'lmaydigan holatda? Aynan bu baliq mana bu yerdagi Onondaga ko'lidagi baliq haqida gap ketayotgani uchun bu joyga hurmatlar the artikl olishga majbursiz. Va the fish, qaysi fish? Onondaga lakedagi fish bo'lganligi uchun the artikl olinadi. Va shu sababli to'g'ri javobimiz A javob bo'ladi, hurmatlilar. Tushunarli? Next. Demak, bog'lovchilar qoidasini yaxshi o'rgangan o'quvchilarimizga demak bu testlarni ishlash uncha muammo emas. Odatda because bilan also va bitta sababli, bittasi esa ga qaramasdan degan so'zlar odatda bir-biriga raqobatga kirishadi. Hurmatli, va mana shu sababli demak bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi nima? Bog'lovchilar o'rganayotgan paytlaringizda demak bog'lovchilarni demak bittasini bog'lovchilarimiz bor, o'zidan keyin demak subject verb qabul qiladigan bog'lovchilarimiz borligiga, subject verb qabul qiladigan bog'lovchilarimiz va o'zidan keyin demak noun qabul qiladigan, noun pronoun qabul qiladigan demak bog'lovchilarimiz, ular preposition bog'lovchilar deyiladi. Prepositionga o'xshagan xususiyatga bo'ladi. Mana shunday bog'lovchilarga e'tibor qaratib qo'yamiz. Demak, she was degan mana bu so'zimiz bizda subject verb bo'lganligi uchun birinchi o'rinda bu testimizdan S javob chiqib ketishdan boshlanadi. Demak, albatta bu yerda qarab qo'yishim kerak bo'ladi. Demak, bu javobga qanday 9-testimizga qanday javob olganliklarini ko'rishim uchun. Demak, 9-testimizda demak ko'pchilik to'g'ri javob olgan, yaxshi, bunda muammo yo'q. Lekin S javobni ham olib qo'yganlar bor. Demak, S javob nima uchun chiqib ketadi degan joyda S javobning chiqib ketish sababi demak o'zidan keyin subject verb qabul qilinmayotganligida. Endi mana bu joyda however demak birinchi gap boshiga chiqmaydi, u transition. Hurmatlilar, qaytaraman, transition nima ekanligini bilmaydiganlar, mana bu yerda transition deb yozib qo'yapman. Menga murojaat qilinglar, transition nima ekanligini bilmayman men domlar deb aytinglar. Men sizlarga transition nima ekanligini tushuntirishga harakat qilaman. Bundan tashqari menda aynan bog'lovchilar mavzusi bo'yicha ham, bog'lovchilar mavzusi transition juda xunuk yozgan bo'lsa ham qabul qilinadi. Transition nima ekanligini bilmasalaring, yozib qo'yapman transition nima ekanligini. Transition degan so'zni yozib qo'yapman. Transition haqida ma'lumot bilmasalaringiz albatta menga yozinglar. Ya'ni transition'ni bilasizmi yoki yo'qmi degan ma'noda aytayapman. Transitionlar demak gap boshiga chiqmaydi. Birinchi gap boshiga chiqmaydi. Ular ikkinchi gap boshida ikki tomonlama punktuatsiya, ya'ni tinish belgilari bilan keladi degan qoidamiz bor. Shu sababli demak D javobim chiqib ketadi. Demak, because sababli, o'ziga qaramasdan. U professional bo'lmaganligi sababli, demak influential degan so'zimiz ijobiy so'z, professional bo'lmasligiga qaramasdan degan ma'noni ko'rsatyapti. A bilan B qolgan joyda faqatgina bu joyda tarjima yordam beradi, xolos. Hurmatlilar, these days more and more people can afford to fly, which means demak o'z-o'zidan qaylar relative pronoun mavzusi verbdan oldin kelishi mumkin bo'lgan so'zlarimiz bitta aynan bitta what ishlata olmaymiz, chunki bizda aynan what bizda noun clause demak WH hisoblanadi. Virguldan keyin z ishlatilmaydigan qoida bor. Agar bu qoidani eshitmagan bo'lsalaring, hurmatli eshitib olinglar.
nisbiy almashlar mavzusida verguldan keyin z ishlatilmaydi degan ajoyib qoida bor. Albatta bu qoidani qabul qilamiz. Va Grammarway 4 kitobida, Grammarway 4 kitobi, qani Grammarway 4 kitobi ochmoqman Grammarway 4 kitobini. Grammarway 4 kitobida ajoyib qoida berilgan. Grammarway 4 kitobida qoidalar bilan yaxshi ko'ramanki, hurmatlilar. Qani endi grammatikani o'qitish shunaqangi ajoyib holatda bo'lsa, grammatika ko'p o'qitamda. Grammatika. Demak, grammatikada mana bu joyda demak ajoyib qoida bergan ifli gaplarimizdan keyin bog'lovchilardan keyinga o'tib ketib qoldim. I'm sorry. Mana yetib keldim. Qaranglar, mana bu joyda ajoyib qoida bergan. Demak, qoida. Qanday qoida bergan desalaring? Mana shu joyda men sizlarga qilib tashlab qo'yay birinchi. Relative pronoun'da ketgan qoida. Demak, bu Grammarway 4 ni Grammarway 4 152 Grammarway 4 page 152. Mana shu yerda berilgan bu qoidamiz. Xo'sh, nima haqida gapiriladi? Which bilan berilgan butun boshli gapga izoh berish degan qoida bor. Ya'ni misol aytayaptiki, mana he helped me to do the washing up va mana shu yerga e'tibor beringlar, vergul, mana bu yerda vergul qo'yilgan. He helped me to do the washing up. Which, ya'ni nima? Mana shu joyda which ko'rsatyapti, butun boshli gapni ko'rsatyaptiki, which bu narsa, ya'ni uni bu qilgan ishi juda ham ajoyib bo'ldi. U tomondan juda mehribonchilik bo'ldi degan gap ketyapti. Agar e'tibor beringlar, bitta gapni ichida berib yuboradigan bo'lsak, mana shu joyda which ishlatiladi. Agar mana shu gapdan keyin nuqta qo'yilgan bo'lsa, e'tibor beringlar, bunda hurmatli z ishlatiladi. Z bilan which bilan oldidagi butun boshli gapni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Faqat nuqta z vergul which bo'ladi. Mana shu qoida bu yerda tushuntirilgan. Nimaga bu yerda z, nimaga bu yerda which deb o'ylayotganlar bo'lsa, mana shunga e'tibor qaratib qo'shishlaring mumkin bo'ladi. Tushunarli? Yaxshi. Hurmatlilar, demak, men mana shu joyda bor yo'g'i 10 ta test tahlil qilishga ulgurdim xolos, chunki men hozir bugungi va'da berib qo'ygan holatimda yana meni ma'lum bir ishlar kutyapti. Men imkon qadar yozib yoki bo'lmasa mana shu bugun bu haftaning ichida 3 ta variant ko'ramiz degan niyatdaman. Albatta, demak, ertangi darslarimizda qolganini tahlil qilib, agar sizlar bo'lmasa o'zim tahlil qilib tashlab berishga harakat qilaman. Hozir men buni abituriyent 4-kitobini birinchi variantini birinchi qismi deb qarab turaylik. Demak, keyingi darslarimizda, demak, ertaga imkon qilib xudo xolasa yoki balki haliroq yana yozib bo'lsa ham sizlarga tashlab berishga harakat qilaman. Hurmatlar, hozircha demak mana shu 10 ta testda tahlilni ko'rib chiqdik. Demak, batafsil tahlil qilishga harakat qilgan bo'lsam, ming bor uzr. Do'stlaringga ham albatta darsim haqida aytinglar, ulashinglar, yaxshi dars ketyapti deb, agar dars ma'qul kelgan bo'lsa, xudo xolasa sizlar bilan darslarni davom etkazamiz. I'm Ahmad Denisov, your English teacher. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.